umrim shunday yurolmay qolamanmi man, jo'ra bo'lib qolamanmi man dedi. Umridan baraka bo'lsin bu odam. Endi u og'riqni ta'riflab bo'lmaydi u og'riqni. U shunday endi yig'layordimda, shunday og'riq, kuchli og'riq berdi. O'tirsam turolmayman, tursam o'tirolmayman. Shu bo'lmagan doktorim qolmadi. Agar shu turishga tursa, nerv tomirini qisgandan keyin nerv tomiri qurigandan keyin ishlamay qoladi. Nogiron bo'lib qoladi. Nogiron bo'lib qoladi. Uni tuzatib bo'lmaydi. Kecha mana bunday bo'lib keldi, mana shunday. Ana shunday bo'lib keldi. Qo'limdan shunday olganmiz. Ana shunday bo'lib keldi. Mana hozir yo'q, hech balo yo'q mana. Siz o'zi operatsiya deganda nimani tushungansiz? Operatsiya bo'ladi desa. Bu operatsiyadan juda qo'rqaman. Lekin ozgincha zig'ircha ham bir chumolini choqqanicha ham shu şeyni sezmadim. Grija sabab yurolmasdan qiynalib bizaga operatsiya qildirgani kelgan Po'latbo'dan hozir qisqacha intervyu olamiz. Sababi bizada kecha bular operatsiya bo'ldilar, endoskopik usulda Suonberdiyev operatsiya qildilar. Operatsiyagacha bo'lgan jarayonni hozir o'zlaridan so'raymiz. Sababi bular bizaga kelguncha juda ham ko'plab bosqichlarni bosib o'tgan, avvalgi holatlari даже yura olishga, qayta tuzalishga, sog'lom odam qanaqa yuradigan bo'lsa, shunaqa yurishiga ishonchsizlik bo'lib qolganda. Hozir o'zlaridan qisqacha intervyu olamiz. Po'latbo'y, bizaga kelganingizchadagi holatingizni aytib bera olasizmi bizaga? 98-yilmi, 2000-yil bo'ladi. Bir og'irlikdan noqulay ko'tarilib, belim jizildi. 2 oy yotib qoldim, Rossiyaga keldim o'sha paytda. Keyin bittasi shu bir dorini aytdi, shuni oling, meni grejim bu, har 6 oyga olib turaman dedi. Shuni olib yaxshi bo'lib ketdim. Shu bilan yaxshi bo'lib ketdi. Mana kelishimdan to'raylar oldin uyga vodoprovodni oldiga nima turgan ekan, paqir turgan ekan, suvlik. Shuni shunday olib qo'yaman dedim, shu oddiygina shunday olib qo'yaman dedim. Shu noto'g'ri ko'tardim chog'im. Bir shunday ko'tardim, belim jizzatdi-da. Ketdi belim dedim. Ertasi kuni ikki boshladi belim. Ne o'tira olaman, ne tura olaman. O'tirsam turolmayman, tursam o'tirolmayman. Yani bir hafta davom etdi. Bir hafta bo'ldimi, 3-4 kun bo'ldimi, 5 kun bo'ldimi bu og'riq. Bu og'riq riski yo'qoldi-da, birdan chap tarafimdan dummamga tushdi og'riq. Endi u og'riqni ta'riflab bo'lmaydi u og'riqni. U shunday endi yig'layordimda, shunday og'riq, kuchli og'riq berdi. Nima qilsam deyman, keyin doktorlarga uchrashdim. O'zimizga mana Shahrisabzga ko'p yildan beri ishlab kelayotgan eski nevrolog vrach bor, unga bordim. Ko'pala dorilar yozib berdi. Dorini umuman foydasi bo'lmadi. 2-3 martadan qo'limga shu bir kuniga 2-3 martadan tomirdan olaman, o'sma, dummaga 4 marta, 5 martadan ko'ra olaman. Dummam absis bo'lib ketdi. Dummani uni ustiga ustancha baqqa og'riq bo'lyapti, dummani yana nima qildim. Kestirdim keyin. Undan keyin boshqa joyga bordim. U yerga 7 kun qoldim. Og'riq umuman tez susayishi mumkin qolmaydi-da. Og'riq ham o'sha susaygani qanday? Chidolmaysiz-da, og'riq laq ana shu dummadan beradi, xuddi tok urganday pastgacha tortib, bo'ldirgacha og'riq beradi. Shu bo'lmagan doktorim qolmadi. U qaradi, bir hafta qaradi-da, 10 kun dam oling, 10 kundan keyin kelasiz dedi. 10 kungacha qanday qilaman endi dedim. Keyin bir yoqqa absis bo'lyapti dedim. Keyin uni absisda kestirdim. Mana buncha qilib kesdim, mana shuncha barmoq kirib ketadi. Hali ham saharim yo'q ekan, oyog'im ozgina qolgan. Bugun o'ylam perevazka qilib qo'ydi, keyin cherizga perevazka qiladi. Xullas yurdim. Bizaga Shahrisabzga bir yaxshi nevrolog bola bor. O'zimiz tarafdan, rayon tarafga turadi. Dilshod deydi, Temirov familiyasi. Shunga uchrashdim. 5 kunlikda sostav yozib beraman dedi. Tog'adida agar shu bilan dedi tuzalsangiz tuzalasiz, agar og'riq qolsa qoladi, og'riq qolmasa bir kishida aytaman shunga borasiz dedi. Oldim uni, og'riq sekinlashib, normal bo'ladi. Ukol uzilgandan keyin yana o'sha ahvolga keldim-da. Foydasi bo'lmagan. Yana o'sha ahvolga keldim. Keyin Dilshodjon dedim, yana o'shanga borish kerak edi. Keyin ana endi operatsiyadan qo'rqaman-da. Operatsiya qildirish kerak deyapti. Operatsiyadan qo'rqaman. Keyin yana boshqa joy, keyin Samarqandga ham bordim. Samarqandga har bir to'qmoqqa bor ekan.
ana kauchukdan qilingan urib, belni urib nima qilayotgan, bitta urdi belimga bordi. O'lib qolaydi. Suyagi sinib ketishi mumkin odamning. Meni yoshim 65 ga kirdi. Suyak yosh bolalardagidek emas-da baribir mo'rtlashib qoladi. Shunday. Endi og'riq qolsa kerak deb bo'ldim. Endi bir qo'lida og'riq, bir ikki aylanib yana o'sha og'riq bo'ldi. Ketaman dedim. Endi 4 oydan beri shunday og'riyapti uka. 120 kilo vesim bor edi. Hozir 90 kilo qoldimman. Necha kilo? 95 kilo qoldimman. Bundan bir oycha o'lib to'tirdim, 99 kilo ichdim. Ovqat yeyman, ovqat odamga nima bo'lmaydi. Nonni absolutni yeyolmayman. Qornim och qolganidan gitta ovqat yeyman. Og'riqda zo'r bilan ovqat ham yeyib bo'lmaydi. Keyin nimaga bordim? Keyin Samarqandga borib kelgandan keyin kitobga bitta nevrolog bor ekan deb uni eshitdim. Unga bordim. Ikkinchi etajga turar ekan, men yerga chiqa olmayman dedim, balalarim bo'ldi. Emarta qog'ozim bor edi, shuni olib chiqinglar dedim. Shunday ko'ribdi-da. Bitta siz bilan ochiqcha gaplashaylik. Qachondan beri bunday ahvolga turibdi bu bova debdi. Shu to'raylar bo'ldi degan ekan. Nemedleni operatsiya qildiring debdi. Agar operatsiya qildirmasangiz debdi, o'sha hozir debdi, grija o'sib chiqib debdi. Nerv tomirini ustiga tushib, nerv tomirini qisib qolgan debdi. Qisib qolgan. Agar shu turishga tursa, nerv tomirini qisgandan keyin nerv tomiri qurigandan keyin ishlamay qoladi. Nogiron bo'lib qoladi. Nogiron bo'lib qoladi. Uni tuzatib bo'lmaydi debdi. Dilshodga aytdim, Dilshod urushib qoldi. Men aytdimki, har xil nimaga boryapman, shu yerga boring. U Dilshod degan yigitni bu Suvonberdiyev ustozi bo'lar ekan. Shunaqa. Keyin iloji yo'q, keldik. Kechadan oldin keldik. Muomalalari juda yaxshi. Juda bir odamovi, bir bemalol, hoksor odam, yaxshi gurum qildi. Emartamni ko'dda tushunarsiz bo'libdi dedi, shu yerga qarshayapti. Emarta bodishiga borib tushib keldi, yerga borib tushib keldik. Tushib keldim, mana dedi, grija o'sib chiqibdi-da, nimangizga tegib turibdi dedi, nerv tomiringizga tegib turibdi dedi. Qisib turganda. Osongina dedi, hech ham qiynalmaysiz dedi, osongina, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Yana qo'limdan, tomirimdan ukol qilsa qo'rqmayman, dumbamdan ukol qilsa qo'rqaman. Keyin ana endi operatsiyadan qo'rqaman-da, qanday qilsam-da. Siz o'zi operatsiya deganda nimani tushungansiz? Operatsiya bo'ladi desa. Operatsiya bo'ladi degan, endi terini yorib, endi bir nima qiladi dedi. Endi operatsiya. Katta kesib, narkoz urib, narkozdan chiqamanmi yo'qmi deb o'ylayman. Ana shuni o'ylayman. O'zim men tibbiy tez yordamda 10 yil haydovchi bo'lib ishlaganman. Siz o'z bilasizmi? Bilaman, shundan xabarim bor. Ana shuning uchun o'ylab nima bo'lib qoldim-da. Yana yotaman. Nahotki endi bir umr shunday yurolmay qolamanmi, men jo'ra bo'lib qolamanmi men deb. Umridan barakat bo'lsin bu odamlar. O'zi umuman yura olaman ham deb o'ylamagansiz-da, to'g'rimi? Hozirgi holatingizdek bo'laman deb o'ylamagansiz-da? Yo'q. Shu holga qolaman deb o'yladim. O'zi qanday bo'ldi? Siz o'ylab qo'rqqaningizdami ekan o'zi? Qanday ekan? Yo'q. Umuman boshqacha ekan. Shu bitta ukol qildi. Hech narsani sezgansiz? Umurtqamdan shiddan chaqini umuman sezmayman. Даже buni qimirlatayotdi, uni ham sezmayman. Hech narsa sezmayman. O yoqda o'tiribsiz. Даже chumoli choqqancha ham og'riq bo'lmadi-da. Bo'ladi dedi, mana qutulasiz-da. Yana kelib yotqirib qo'yishdi. Ha, bugun pasterniy rejimga yoting dedi. Pasterniy rejimga yotdim. Bugun meditsina ertalab karsitda to'qib turib yuring dedi. Yurdim. Bemalol yurdim. Hozir qanday endi? Osmonga uchiraman, osmonga uchiraman. Umridan barakat olsin bu doktor. Endi baribir o'xtarib topsa bo'lar ekan. Bo'lmaydi deb yotsa yotib bo'lar ekan odam. Sizga o'xshab xuddi mana shunday qo'rqib, ya'ni operatsiya bo'ladi desa, operatsiyani u eski avvalgi operatsiyalar qanaqa bo'lgan? Narkoz berib, katta kesib qo'yib, bu operatsiyadan chiqamanmi yo'q deb qo'rqadigan o'tadigan zamonda yuradiganlar ko'p-da. Shunday. Shunaqa odamlarga nima tavsiya berasiz? Endi bularga endi tavsiyam shuki, lekin har bir insonga ham qo'rquv bo'ladi, tan olish kerak bu narsani. Lekin shaxsan meni o'zimga mana uchradi, mana shunday operatsiya bo'ldim. Hech qanday qo'rqishga 1 gram, yarim gram ham sabab yo'q. Umuman og'riqni sezmaydi. Operatsiyani ham qo'rqinchli emas, bilmayman, mana bitta ko'chatga qo'yilgan yotibdi. Muzikalar qo'yib qo'ying. Yakkacha muzika ham qo'yib qo'ydi, muzika eshityapti. Muzika qo'ying. Cho'tqol uxlab ham qolaydi. Keyin maslahatim bemalol hech ikkilanmay. Men o'zim Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridanman.
bemalol mana nimamga chiqadimi so'raydimi mendan. Mana bular agar nima qilsa meni telefon nomerimni tashlab qo'yishi mumkin. Xohlagan inson mendan so'rasa, men aytib beraman. Hech bir yerga hech qanday gap bo'lgani yo'q, boshqa narsa bo'lgani yo'q. Bemalol ikkilanmay kelib operatsiya qildirishaversin. Men juda qo'rqoqman, bu operatsiyadan juda qo'rqaman. Lekin ozgincha zig'ircha ham bir chumolini choqqanicha ham shu sheni sezman. Tavsiya beraman. Agar keladiganlar bo'lsa, bunday og'riq bo'lsa, ushlab o'tmasin, foydasi yo'q. Kelib, endi mana YouTube'ga ko'p narsalar chiqib ketgan, operatsiya eng oxirgi nima, 50 ga 50, undan degan gap bo'ladi. Suv berdi deb aytdi. 15 yil, 20 yil dedi, men o'zim shaxsan garantiya beraman dedi. Shunaqa. Garantiya beraman, 15-20 yil dedi. O'zi odamlar qarangda, operatsiya qildirguncha, operatsiya eng oxirgi sabab deb qo'yadi. Eng oxirgi. Ungacha davolanib ko'radi, nechidir yil o'sha nervni qisilgan holatda turadi, grija battar chiqadi, tabibga boradi, orqasidan urdiradi. Eng oxiri keladi-ku, u hamma sababni o'zi oyoq holati juda yomonlashgan paytga keladi-da. Bunday emas, agar naboratiga grija davolab ko'rildimi, davolasa yaxshi bo'lmayaptimi, bo'ldi. Uni shuni operatsiya bilan oldirib tashlasa bo'ldi-da. Qutuladi. YouTube anlayapti-da, vrachga chiqib aytibdi. Operatsiya eng oxirgi nima, operatsiya iloji bo'lsa operatsiya qildirmaslik kerak deb. Aytib, endi biz oddiy xalq biz kimni gapir, endi doktor shundoq degandan keyin nima deysiz? Kimga ishonadi? Mana shu bilan yurdim, shu paytgacha to'g'ri yurdim. Oxir ilojim bo'lmadi. Men oxiri shu Dilshod ukamday bo'lib qolgan, urishib tashladi. Bu odada siz tog'ada bunday qilib yurmang dedi. Og'rimaydi, siz to'g'ri tushuning. Umuman og'riqni sezmaysiz dedi. Endi Toshkentga boray desa, borolmayman. Shunday og'riqqa mashinaga yura olmayman, og'rib qoladi. Ana shunday qilib tavsiyam bemalol ikkilanmay kelaverish kerak. Hech qanday pichoq bilan ham kesmaygan. Bunday turbachani tiqaygan, bunchaga 5 millimetrlik. Ha, teshikcha ochib, turbachani tiqaygan, o'sha bilan kesib olgan ichidan. Xo'p, qarang. Hozir mana shuncha gaplar gaplashdik, to'g'rimi? Bularga bitta natijani ham ko'rsataylik, bitta yurib ko'rsating o'zingiz. Haqiqatda og'riq bo'lmayotganini ko'rsammi? Yo, mana. Nima hozir nimani his qilyapsiz? Qanaqa og'riq bo'lyapti? Hozir hech narsani his qilyapim yo'q, faqat endi 4 oydan beri yotibman, kuchsizroqman. Kuchsizroq, ha. Oyoqlarim nimjon. O'shanga qaltiraydi, qo'llarim qaltiraydi, kuchsizroqman. Muhimi yurish bor. Yo, yurish mana. Kecha mana bunday bo'lib keldi, mana shunday. Ana shunday bo'lib keldi. Qo'limdan ushlaganmiz. Ana shunday bo'lib keldi. Mana hozir yo'q, hech balo yo'q mana. Ko'z tegmasin, Allohning. Nasib bo'lsa, u hech narsani ko'rmaganday bo'lib, sog'lom odam qanday bo'lsa shunday bo'lib ketadi. Shunday yaxshiman, Xudoga shukr. Eng to'g'risi mana shu. Shunday rahmat sizlarga. Umrida uzoq bo'lsa, o'lib o'lgunimcha doktorga duo qilaman.